Yeah. Bugun seni katta va keng dunyo siqib kelayotgandek tuyulayotgan bo'lsa, qalbing kengayayotgan bo'ladi. Sen hammasi tugay deb o'ylagan lahzada sen uchun eng chiroyli sahifalar o'qilayotgan bo'lishini bilasanmi? Isyon qilma, shotirjam bo'l, kecha qadamlaringni botma, yana o'tma. Robbing ertangi kuningni ham unutmaydi. Qalbing og'riganda u senga, sen o'ylagandingdan yaqinda o bo'ladi. Ko'z yoshlaring oqqanda, duolaring ko'kka ko'tariladi. Sen qo'qildim deb o'ylaysan, aslida yiqilmaslikni o'rganayapsan. Unutma, har bir qorong'u tundan keyin va'da qilingan tun albatta o'tadi. Hayotingdagi qorong'uliklar aslida senda shukur va qanoatni ko'paytirish uchun hamda uxlab qolgan qalbingni uyg'otish uchun berilgan. Tunsiz kunning qadri bo'lmaydi, sen juda qorong'u deb o'ylaysan. Alloh esa senga ko'z bilan emas, qalb bilan ko'rishni o'rgatmoqda, poklayapti qalbingni. Hayotingdagi barcha qorong'uliklar senga bordagi yorug'liklarni va nurlarni yaxshiroq tanish va anglash uchun berilgan. Qalbing qotib qolsa, ko'zlaring ko'rib turib ham haqiqatni tan olmaydi. Tun qalb yubiladigan vaqt, bugungidagi shukr va niyatlaring o'tma. Ertangni yanada yorug' va go'zal bo'lishingni ta'minlaydi. Senga berilayotgan har bir kun bu yangi imkoniyat. Bugun uyg'onishing va tirikliging uchun shukr qildingmi? O'tma. Chunki har bir nafas Allohdan berilayotgan ne'mat. Chunki shukr qorong'ulikdan nuriga olib chiqadigan holating. Chunki qalbingdagi shukr umidlar